Yangicha modelni qaranglar, zo'ridan keldi, borligi ham bilinmaydigani. Hozir sizlarga hammasini, razmerlarini, narxlari bilan tanishtirib ketaman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bo'ldi. Shu ko'rinishdagi oynamizni sizlarga narxini aytib o'tib ketaman. Bu yerda ko'rib turganingizdek 4 xil. Mana bu ikkitasi kattaroq razmer, eniga 60, bo'yiga 1.60. Hop, narxiga keladigan bo'lsa 550 ming so'm. Ikki xil rangda kelgan, gold rangi bilan qora rangda. Ikkinchisiga keladigan bo'lsa, bo'yiga 1.60, eniga 50 sm. Buni narxi o'zgargani yo'q, 450 mingdan. Buni ham devorga osib qo'yib foydalansanglar bo'ladi, ham mana shunaqa turg'izib qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Hozir ko'rsatgan shu ko'rinishdagi oynamizni mana shunaqa ramkasiz varianti kelgan. Sizlarga yoqdimi shu ramkasi? Yo'q, ramkali chiroyliroqmidi? Mana ko'rib turganingizdek. Buni bitta no tarafi buni devorga osmasdan foydalanish kerak, faqat turg'izib qo'yib. Buni narxiga keladigan bo'lsa, bunisi 1.60 ga 50 sm-ligi 500 ming so'm, 1.60 ga 60-ligi 600 ming so'm. Eng ko'p sotilayotgan oynamizdan 400 minglik variantda pillasi qolmagan, hozir mana qorasi bilan kumush rangidan keldi. Bularni narxi shu 400 ming so'm, bo'yiga 1.60, eniga 50 sm. Bularni bemalol xolisanglar turg'izib, xolisanglar mana osadigan joylar bor. Devorga osib foydalansanglar bo'ladi. Foydalanib qolinglar, hozir sotuvda bor.